go to market strategiyasida eng muhim omil? Yaxshi savol. Oxirgi yillarda juda ham ko'p tadbirkorlarimiz o'zini zavodlarini yopib, ko'proq Xitoydan STM qilib, ya'ni o'sha private levelda mahsulot olib kirishyapti va ular o'sha qaysidir industriyaga kirishayotganligida ko'proq so'rashadi, men qanaqa mahsulotni birinchi bozorga olib kiray. Ya'ni bitta industriyaning o'zida ham juda ham ko'p dachirni produksiyalari bor. Masalan, santexnika mahsulotlarini oladigan bo'lsak, unda nimalar bor? Masalan, unitaz bo'lishi mumkin, vanna bo'lishi mumkin, rakvina bo'lishi mumkin va hokazo. Shunaqa paytda odamlar kattaroq mahsulot sotayotganda avvaldan o'zligi tanib yurgan brendlardan xarid qilishni ko'proq xush ko'rishadi. Endi siz haqiqatan bozorga yangi brend bo'lib kirayotganingizda, odatda odamlar brend loyihasi pastroq bo'lgan qanaqadir dachirni mahsulotlar bilan kirishingizni men sizga taklif beraman. Misol uchun, aynan shu santexnika mahsulotlarida qaraydigan bo'lsak, eng ko'p ketadigan как расходник sifatida ishlatiladigan mahsulotlar bor. Bu nima? Bu hojatxona qog'ozni qo'yib qo'yadigan temirlar yoki qanaqadir chelikchalar yoki qanaqadir shotkalar orqali kirsangiz, odamlar bilan tanlayotganda odatda brendlarga qaramaydi va sekin sizni brendlaringiz bozorga kirib ketishni boshlaydi. Kstati, o'zi Nestle ham juda ko'p bozorlarga kirayotganda brend cho'kib turib, oddiy faqat mineral suv bilan kirishni boshlagan, chunki uni tannarxi arzon, odamlar unda suvga nisbatan brend loyihasi pastroq, suvni ichib ko'rgandan keyin sekin boshqa mahsulotlarni olishgan. Shuning uchun ham go to market strategiyada har doim biz e'tibor bilan qarashimiz kerak. Kam marja qolsa ham doim eng ko'p ketadigan, har doim defitsit bo'lib qoladigan mahsulotlar bilan biz olishimiz kerak. Brend loyihasi pastroq bo'lgan qanaqadir sub kategoriyali mahsulotlar bilan kirib olsak, bozorga ancha-muncha tezroq kirib olamiz. Sekin brendimizni yoyib, keyin bozorda biz o'zimiz ham qanaqadir o'rnimizni hosil qilishimiz mumkin.